Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning qanday bir ma'lumotdan? Unutib qoldim ku. Men sizlarning 100 tuman g'ijilgan do'stinglarga yandim bayon. Bu qismni Chin er odamga bug'a qomtisi aloqat javhari alayda qo'llagan. Bugun sizlarga so'zlaydigan kinonimiz bo'lsa, badan saposi yaxshi, ammo vaqti bak qisqa as tutish vaqti bak qisqa bo'lgan bir bolaning sazguzashlari tasvirlangan muhabbatlik harakatlik filmi Ajini. Savodoshlar. O meditsina degan murakkab bir kasb. As tutish qobiliyatinglar yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi, juma. Shunday qilib savodoshlar. O meditsina degan kasb doim murakkab kasb. As tutish qobiliyatinglar yaxshi bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Ma'qulmi? Shuni sizlarga muhim bir ta'kidlaydigan gapim bor. Bu meditsina degan yomon murakkab kasb. As tutish qobiliyatinglar yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Meditsina kasbining eng oliy o'quvchisi Sonata arxiv bilimdan bir alayda bemorning kasallik tarixini bayqab qoladi. Hamda yetakchisidan uning ahvolini tushunmoqchi va shu bemor to'g'riliq tadqiqot ilib bormoqchi bo'ladi. Bular tilga olgan bu bemorning xotirasi faqat 15 minut ichida yuz bergan ishlarni tuta oladigan bo'lib, esiga kelgudek bir g'imi yo'q bo'lg'achqa kishilar uni xotirjam deb ataydi. Lekin uning rostida g'imi yo'qmidi? Mana bugun u datman xotirjam xalqning xotirjamligini buzib atadi. Akay, uvri-vrabsa 15 minut oldinda bir udungu. Mushta ular 4-chi qitim kelib urishing. Yolg'on gapirma. Bu seni tunji qitim ko'rishim. Aka, bayatimi shunda deding-ku sen. Xotirjam azaldan boshqalarning nola qilig'ini qo'nimaydi. U bu becharamni anam deyichi urib tarangishdi bitadi va o'zining ko'ni odati bo'yicha xalqlarni bo'ysundirib umrining oxirgi rasmini chiroyli tortib qo'ydi. Mana bu bizning bosh personaj Xotirjam apandim edi. Deyotgan bu kishi bo'lsa, biz tonimaydigan, amaliyotda u o'zini tonimaydigan bir bechora personaj edi. Qo'rsqida turbuzi bor bu jassad bu yerda yetayotgan xili kunlar bo'lib qoldi. Yomg'irliq bir kuni mashin ichidan g'azab bir anzi pash qiladigan chiroy hindistonlik palonchi tushib keldi. Buni palonchi deganimdilla, u personajning uzunga bardoshlik bermaydiganligi chiqib turadi. U o'zining uzun yillik tajribasi va inchi kuzish iqtidorini to'liq joriy qildirish orqali bu yerda midirlamay yetayotgan 3 kun bo'lgan odamning o'lganligini jazmlashtirdi. Xotirjam apandim bo'lsa, tang-tangjidan birisi o'ltirib, Hindistondagi as tutish qobiliyati eng yaxshi bo'lgan shoferning motosida uyga qaytib keladi. Xotirjamning uyining tomlariga har xil uchurlar yozilgan bo'lib, o'ziga har vaqt o'zining vazifasini esiga selish uchun xotira qoldirib ma'atdi. Bu bichar neytsuns kichik xotirjam o'zini topolmagan holda sherin uyquga ketib qoldi. Mana, yana bir kun yetib keldi. Xotirjam o'rnidan turish bilan tangla o'ziga savol qo'yishga boshladi. Men kim? U kim? O'zari kim? Gelolmaydi. Xapamana, yana naqsha ketib qoldim. Mana, xotirjam yana esini yo'qotib qo'ydi. Chunki uni as tutish qobiliyati faqat 15 minutda bor edi. 15 minut bir beliqqa nisbatan uzun bo'lgani bilan har kishiga nisbatan haqiqatan qisqa edi. Mana, xotirjamda ziyoda charchash, uyqu yetarlik bo'lmaslik, har xil ro'y besim, kayfiyati turoqsiz, oson charchash degandek hozirgi zamon erlarida ko'rilayotgan har xil alomatlar ko'rilishga boshladi. Bundaq bo'lganda har xil ko'ngillik ishlar ko'ngildagidek bo'lmay qoladi. Ey xotirjam, hamma narsalarni unutib ketsangmi, salomatliging uchun bo'lsa-mu, chin bug'a qomtisi aloqat javhirini ishiltishni unutib qolsang bo'lmaydi-da. U aynak oldiga kelib, o'zining qamlashgan badallariga masliga kelib qarab ketadi. Easy, tamam degan menkanman-ku. Bug'doyning ichidan oridim saman, ko'rinsam xalqlarga qiqosman yomon, deb qolsang muskulning shohi kim? Easy. Tamam. Bu bichora o'zining badallaridagi uchurlarga qarab damallaqi bir narsani esiga kelgandek bo'lib, ishi zing og'rib ketadi. Mana Bombayning ballari zing. Oy, yana naqsha ketib qoldim. Xapamala. Datsi Sonata doktorxonada bosh og'rig'i to'g'risini og'ini kelgan xotirjamni uchirtib qoladi. Xotirjamning haqiqatan 15 minut ichida yuz bergan ishlarni esda tuta oladiganligini, muhim ish va odamlarni xotirlash uchun yenidan apparatni og'irmay xotira qoldirib mangdiganligini bilgan Sonata o'zini rasmga tatqizib xotirjamning Xauyu Liabyovsiga kirib oladi. Xotirjam uyga qaytib xotirasini asta raddashga boshlaydi. Dal bu chaqda palonchi uning uyiga kirib, midirlama quloqni ko'ta demay, qaltak bilan birini qo'ydi. Hamda xotirjamni org'amchi bilan bog'lab kiyimlarini yitib, meni boshqacha bir xiyolga qisab qo'ydi. Xotirjamning badaniga chekilgan ingliz xatlarini ko'rgan palonchi, "Opla, men tex sijidimmi o'tmagan tusam. Ma hindistonlikmi nima ingliz yozib olganda jo'ng beylik qilib badaniga deb uyning ichidan inglizcha lug'at izlashga boshlaydi. To'satdan u bir tatmining ichidan xotirjamning kundalik xotirasini ko'rib qoladi. Qiz do'stining Lyaoten jilusini to'la ko'rib ko'nab qolgan bu yigit bu kundalik xotirani o'qib boqmoqchi bo'ladi. Birinchi bob go'zal o'qishmaslik. Abduriy Roji Kopra xotirjam. Keyingi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpat tezliq. Ey, bular davomida ko'rimiz, yaqimamsan. Qani u salonning nomi? Nergiz qo'yding? Ya devramdim ya.
Tuvşanrımga qaramamsa ya boshpatda dedim ku boshpat. Dayın, Burunning burunusida bir kallasi saq chiroyi oq, qo'ngida to'tchaq sodiga baqqaq bo'lgan Xotirjam degan bir yigit Hindistondagi eng cho'ng Yanfun shirkisining lobini edi. Hikoyamizning ayol bosh qahramoni bo'lsa, har kuni cho'lpon bo'lishni tushaydigan, lekin hozirgacha xizmatida hech qanday bir utuq qozonolmagan, chiroyli bir model qiz bola edi. U qiz ushshaq-tushak ilonlarga chiqish orqali o'zining turmushini aralla qandab ketib boradi. Erning dardiga yetidi xotin, kiyimning dardiga yetidi sopon. Lekin bundaq jahil kirlarni qanday qilish kerak? Ansirmanglar xonim qizlar. Kir yuvish jarayonida jahil kirlar uchrab qolsa, eringizni shilting. Ishonimanki, u cho'qim ichildira oladi. Xotirjamning sheriksidikilar bo'lsa, yondan bayonga e'lon bermay, Hindistonning cho'ng kichik ko'chalariga e'lon taxtasini sanjimoqchi bo'layotdi. Efendim, Hindistonda biz e'lon taxtasini sanjimaga yerimiz qolmadi. Mishari Kalpana deb bir qiz bor ekan. Uning uyining o'giziga sanjib qo'ysak bo'ladi deyjimi? Amiz tezroq osh qizni tepib sanjinglar. Sen haq sanjimasan, o'zim sanjib o'tma bir qulluq. Xotirjamning sherikidagi top yurmisi ish qilinmaydigan bekochi jambaqala Kalpanani izlab keladi. Hamda u qiz bilan zodi qandig'ini qandoq sanjish to'g'riliq maslahatlashmoqchi bo'ladi. Bu ishni xato tushunib qolgan Ali Baba chiroy rejissor Kalpanani cho'ng arboblar bilan aralashyapti-da deb bilib, uning boshqacha xushomad qilib ketadi. Bu ish oshkorlanib ketgandan keyin muxbirlarmi bu qizni ziyorat qilgani keladi. Yey, qarang, unimsam unimay salchidak chopish bo'ladigan balika bu. Yo'q dedim, qarang. Yo'q dedim. Kirib oldi keynimga. Vat qilivati qarang, qanday qilma? Har qancha boyusimchi qarang. Boyus o'ziga shunday-ku. Menmichu oson odamning bolasimi? Shuncha, xo'sh, bo'ptilar. Taksam tegay dedim shu. Kalpana har xil muhabbat hikoyalarini o'ydirib chiqib, aslida mavjud bo'lmagan ishni ko'ptirib qiziq nuqtaga aylantirib o'tadi. Hindistondagi Pitna Basat kanali televizorning oltin vaqtida yo rasmi yo'q, yo videosi yo'q bo'lgan bu ishga odamning xabarini kayni-kayndan e'lon qilishga boshlaydi. Natijada bu ahvol xotirjamning turmushiga xotirjamsizlik olib keladi. Bu ishlarni tugutish uchun xotirjam Kalpanani izdiga boradi. Xotirjam g'azab bilan Kalpananing ishxonasiga berib, ashib birni solay deyishiga, bu qiz bolaning go'zal ruxsorini ko'rib, ochchig'i to'satdan yinib qoladi. Mana, masalan, mush vaqtida kayniga o'rligini bunday go'zal qiz bo'lmasdan 200 kilo keldigan omoq boshqa qiz bo'lgan bo'lsa, balkim kino mushiyatli oxirlash bo'g'iydi deymi. Xotirjam eg'iz ochay deb turishiga, Kalpana xotirjamni xizmat izlab kelgan shogirtga o'xshaydi deb, o'zining utuq qozonish hikoyalarini so'zlab, og'zi tegmay vatillashga boshlaydi. Yey, u xotirjam degan bolni bilsiz-ku. G'azab puli bobalik edan-a. Endi u puli bo'lsa yaxshi ko'rib qoladi deganma. Voy ya, vat qilib oram bam deydi-a u bola. Tegamsiz dedi, yo'q dedim. Yana dedim, yarat qildim. Yana desam, yana o'nimaydi. Endi oxirida satommisan dedim shu. Hay bo'pti, bekor yurgandan yurib qo'yay deb o'ylab yurib qo'ydim shu. Kalpananing o'zini tonimaydiganligini his qilgan xotirjam bu qizning soddaligidan hayron qoldi. Hamda o'zining jimjit turmushiga naq mushundoq kot xotindan birisining kamishkanligini his qilib, uning bilan tanishish uchun salohiyatini yoshirib do'st bo'lib oladi. Kalpana xotirjamga xizmat tanishtirish jarayonida sodda yigitlarning eng oson ishinib ketadigan taktikalaridan biri bo'lgan oq ko'ngil qizchaq taktikasini shiltib, uyning oldiga ming taslikda kelib olgan qarg'u buvayni, "Voy buva, hingtir qilsangiz biyada qilmang, sodingiz yaxshi bo'lmaydi" deb, u buvayni mashallah jiq o'tadigan tashyo'lga chiqib qo'ydi. Men oq ko'ngil bir qizchaq, o'zim omoq bir qunchaq. Boshqa qizlar pehchongbi, faqat mening ko'nglim oq. Kalpananing oq ko'ngilli bo'lib qolmasdan tijoratga intayin kallasining borligini ko'rgan xotirjam yuraklari ko'p so'qib ketadi. Oyog'ini tik qo'pgan xotirjam oshiq purog'ida savdoyi bo'lib, Hindistondagi to'y rasmi tatadigan to'riklarning yinib kelib, o'zining burunqi muhabbatlarini yig'ib, cho'ng ko'lamda ko'ngil izhor qilish faoliyati olib boradi. Bir kuni Kalpananing xo'jayini Kalpanadan ruxsatsizlik Kalpananing og'izdagi muhabbati bo'lgan xotirjamni o'zining ziyofatiga taklif qiladi. Xo'jayinning azaldan xotirjamning chiroyini ko'rib boqmaganligini bilgan Kalpana o'zining do'sti Daldangboshni xotirjamning roliga chiqib berishga talab qiladi. Bu chaqda haqiqiy xotirjam paydo bo'lib, bu qizning o'ynagan o'yinini mazoq qiladi. O'ng'aysizlangan Kalpana haqiqiy ahvolni aytishga majbur bo'ladi. Xotirjam bo'lsa Kalpanani xotirjam qilish uchun o'zining roliga o'zi chiqib bermoqchi bo'ladi. Ya, hayzingiz bilan bir rom takiladili takiz etmamsiz. Hey, fukam, birdamdekin yigitim keldi. Ma takizda qashdi, birdamdekin ayrim deyishali. Chaqchaq qilmay ijra qo'yta. Damiz tamoq tatiyverayman. Voy, fukam tamoq tatima demay, bir manqang tata, beshimni ag'ritmay. Ichim siqilib turyapti mushtapda. Bu chaqda xotirjam maydonda paydo bo'lib, tun so'rining qiziq nuqtasiga aylandi. Kalpananing toz rejissori bo'lsa, xuddi o'zining puli bor kuyovg'ilni kutib olgandek, oyog'ini bosolmay 90 gradus to'ng'iyib ketadi. O'zingiz yomon qomatlik isil zot ekansiz. Nam sharpingizni burunda lang'ilgan. O'zimizning aksiqosiz. Hey, majatga turasan. Puli borni ko'sil akam demamay. To'piga chiqsizlar-da, to'piga. Yaxshimisiz xotirjam apandi? Biz sizning cho'qong'ichingiz. Menga bir imzo qo'yib bersangiz bo'pti-ku. Bo'ladi albatta. Lekin imzo qo'yib beraysan, bekchiq kiyinyapsiz emas bu. Naringiz qo'yib beray. Boshqa narsa yo'q-ku. Menimda 500 ming
so'mlik chekyapti. Shuning ustiga qo'yib beramiz imzoyingizni. So'ringi zo'lagan mashinada berib, avtobus bilan qaytadigan bolalardek bu ikkisi Hindistondagi odam eng oz bo'lgan avtobusga chiqdi. Bu chaqda xotirjam Kalpanaga ko'ngli zar qildi. I love you. Nima dedingiz? Kalpana tuyuqsiz kelgan bu bir I love you'ni anglab, yuragida otlar yurg'ilab, kaptalar boquldab ketdi. Hamda o'zini qattiq tutib olgan holda, "Nishosa?" deydi. "Ting budungju sualla." Yo'q, bu tingdingmi emas. Hammasi to'rda I love you deb 100 turani I love you desa, odam damalliq kunamay qoladi ekan. Shuning bilan Kalpana, "Mushundaqli ma'qul devassam, oralda qoptikan ma'qul deb qolmasin" deb o'ylab, "Menga uzoqroq vaqt bering. Men o'ylashib olay. Sizga ati javob beray" deb mashinadan tushib qoladi. Keyingi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpat tezliq. Ey, bular ey, davom edadi ko'rimiz, ey. Yaqimamsan. Qani u salonning nomi? Nagiz qo'yding? Ya davramdim, ya. Tuvşanrımga qaramamsa, ya boshpatda dedim-ku, boshpat. 抖音